Sizlarda ham mana shunaqa texnikalar nosoz bo'ladigan bo'lsa, Jekyllga murojaat qilinglar, sizlarnikini ham sotib beramiz. Do'stlar, mana dim mashina bizga remonti keldi. Buni remontdan chiqarib, uje ishlatib, Jekyll deb tuzatib, yopishtirib qo'ygan naklikamizani. Nima narsani tuzatdik, hozir video davomida ko'rsatamiz. Mana o'sha dim mashina, buni ishlash prinsipi qanaqa? Suyuqlik, jidkis. Jidkis mana через shlanga nasosi bo'ladi. Nasos orqali mana bachokka podacha beradi. Bachokda teni bor, qizdiruvchi elementi va uni regulirovka qiladigan termodatchigi bor. Termodatchig orqali bu nechta gradusda o'chirib yoqadi. Ya'ni jidkis nasos orqali haydab beradi, ichga tushadi. Jidkisda qizdirib, bug' qilib, mandadan chiqarib beradi. Prinsip ishlashi oddiy. Bunda nima bo'ldi? Mana shu nasosi ishdan chiqqandan keyin almashtirib berdik. Hozir mana endi qizishini, qizgandan keyin qanaqa ishlayotganini ko'rsatamiz. Mana ishlashi qizidi, endi knopka yashil bosamiz. Mana ikkinchi pultni bundan olib yoqamiz. Yoqsak tutun chiqib boshlaydi. Bu bilan spotkani ko'tarishni boshlaymiz. Regulovka qilishi. Hozirda напряжение yoqana kam bo'lgani uchun tutun kam chiqadi. A tak cho'tka ishlayapti.